Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli abituriyentlar. Hop, 4-variant abituriyent biologiya kitobidagi 33, 34, 35-savollar tahlili. Hop, savolda aytyaptiki, tovushqonni 3 ta hujayrasida 27900 gramm glyukoza parchalandi. Birinchi hujayrada, demak biz yozib olar ekanmiz oldin, birinchi hujayra, ikkinchi hujayra hamda uchinchi hujayra. Jami 3 ta hujayrada birinchi ish 27900 gramm glyukoza parchalangan. Buni 180 ga bo'lib yuborsak 155 mol ekan. Bu jami parchalangan to'liq hamda chala parchalangan glyukoza miqdori desak bo'ladi. Xo'p, endi keyingi ishimiz. Birinchi hujayrada 25% glyukoza to'liq, birinchi hujayrada 25% glyukoza to'liq ekan. Qolgan endi 100 dan 25 ayirsak 75% chala bo'ladi. Ikkinchi hujayrada 70% glyukoza to'liqsiz, ya'ni chala deyapti. Qolgan 30% to'liq bo'ladi. Uchinchi hujayrada 20% qismi to'liq, qolgan 80% esa chala bo'ladi. Xo'p, endi keyingisi. Ikkinchi hujayraning glikoliz bosqichida, ya'ni chala parchalanishda 140 mol suv hosil bo'ldi. Biz bilamizki, 1 mol glyukozadan 2 mol suv hosil bo'ladi. 140 molidan qancha qilamiz? 140 ni 2 ga bo'lsak 70 mol. Bu nima desa, bu glyukoza miqdori. Ham chala, ham to'la parchalangan glyukoza miqdori. Xo'p, endi 70 molni 100% desak, 70% qancha? 30% qancha? 70 ko'paytirib 100 ga bo'lsak 49 mol. Bu chala parchalangan glyukoza miqdori 49 mol. Endi 70 ni 30 ko'paytirib 100 ga bo'lsak 21 mol. Bu to'liq parchalangan glyukoza miqdori 21 mol. Xo'p, endi keyingi ishimiz. 3 ta hujayradagi to'liq parchalangan glyukoza molekulasi jami 7200 grammni tashkil etadi. Xo'p, bu yerga 7200 bo'lingan 180. 7200 ni 180 ga bo'ladigan bo'lsak 40 mol bo'ladi. 40 mol. 40 mol. Bu nima desa, bu jami to'liq parchalangan glyukoza. Xo'p, endi shundan 40 moldan ayirib tashlaymiz. Ikkinchi hujayradagi to'liq parchalangan glyukoza miqdorini 21 ga ayirsak 19 mol. Bu kimga qoladi desa, birinchi hamda uchinchi hujayraga. Endi birinchi hujayrani x deb olsak, shunda to'liq parchalangan glyukoza 25%, bu ulushda 0.25x plus bu yerda 20% ulushda 0.2y teng 19 mol. Xo'p, endi keyingisi endi chala parchalangan glyukoza miqdorini qanday aniqlaymiz? Bizda jami o'zi glyukoza 155 mol edi. 155 mol. 155 moldan 3 ta hujayrada to'liq parchalangan glyukoza miqdori 40 mol ekan. Ayirib olsak 115 mol qoladi. Bu 115 mol nima desa, bu chala parchalangan glyukoza, chala. Endi ikkinchi hujayrada chala parchalangan glyukoza 49 mol ekan. Demak, 115 dan 49 ni ayirib tashlasak 66 mol. Bu birinchi va uchinchi hujayrada parchalangan chala glyukoza miqdori hisoblanadi. Birinchi hujayrada 75% ulushda 0.75x plus, uchinchi hujayrada 80% 0.8y teng 66. Xo'p, endi tenglama ishlasak bo'ladi. Yuqorini 4 ga ko'paytirsak, y lar qisqarib ketadi. 4 ni 0.25 ko'paytirsak 1, ya'ni x dan 0.75x ayirib tashlasak 0.25x teng 19 ni 4 ko'paytirsak 76, 76 dan 66 dan ayirsak 10. Endi 10 ni 0.25 ga bo'l degani 10 ni 4 ko'paytirishimiz kerak. Shunda ximiz 40 mol bo'lar. Xo'p, endi y ni topamiz. Xo'p, 40 ni 0.25 ko'paytirsak 10, 10 dan 19 ayirsak 9, 9 ni 0.2 ga bo'lsak 45 bo'ladi. Bo'ldi, topdik. Xo'p, endi birinchi hujayrada parchalangan glyukoza, ya'ni to'liq parchalangan glyukoza miqdori qancha desak, 40 ni 0.25 ko'paytirsak 10 mol bo'lar ekan. 10 mol. Chalani topmaymiz. 45 ni Xo'p, yo'q, 40 ni, ya'ni x edi, bu yerda 0.75 chala deb olganmiz. 40 ni 0.75 ga ko'paytirsak, hop,
40 ko'paygan 0,75. 30 mol bo'ladi. 30 mol. Demak, 30 mol chala, 10 mol to'liq parchalangan. Xo'p, endi 3-reaksiya. 45 ni 0,2 ga ko'paytirsak 9 mol to'liq bo'ladi. 9 mol. Xo'p, endi 45 ni 80 ko'paytirib 100 ga bo'ladigan bo'lsak 32 bo'ladimi? Yo'q, 45 ko'paygan 0,8. 36 mol bo'lar ekan. 36 yoki 45 dan 9 ayirib yuborsak ham 36 bo'ladi. Xo'p, demak, 3-reaksiyada 9 mol to'liq, 36 mol chala. Birinchi hujayrada 10 mol to'liq, 30 mol chala. Xo'p, endi keyingisi. Savolda 33-savol. Birinchi hujayraning aerob bosqichi to'liq 10 mol bo'ladi. Bosqichda issiqlik sifatida tarqalgan energiya miqdori aniqlanadi. Aerob bosqichda 1 mol glyukoza parchalansa, xo'p, 1160 kilojol issiqlik hosil bo'ladi. Energiya hosil bo'ladi, uzr. Uni 1160 ko'paytirsak 11600 tashkil etadi. Demak, 33-savolga javob F bo'ladi. 34. Ikkinchi hujayradagi parchalanmay qolgan sut kislota molekulallar sonini aniqlang deyapti. Xo'p, endi ikkinchi hujayrada parchalanmay qolgan. Xo'p, bizda jami 49 ga, bizda jami chala parchalangan glyukoza miqdori 49 mol bor edi. Endi glyukoza 1 mol chala parchalansa 2 mol sut kislota hosil bo'ladi. 49 mol glyukoza chala parchalansa 98 mol sut kislota parchalanmay qolgani hisoblanadi. Demak, 34-savolga javob 98 bo'ladi. S. Buni bu yerda keltirilgan. 35. 3-hujayraning glikoliz bosqichida issiqlik sifatida tarqalgan energiya miqdori aniqlanadi. 3-hujayraning glikoliz bosqichi. Glikoliz bosqichi deganda jam glyukozalarni olsak bo'ladi. Chunki to'liq ichida ham chala bor. 45 molni ko'paytiramiz. Glikoliz bosqichida 120 kilojol energiya issiqlik sifatida tarqaladi. 45 ni ko'paytiramiz 120 ga. 5400 tashkil etar ekan. Demak, to'g'ri javob D. 35-savolga javob D bo'ldi. 36-savol tahlili. Xo'p, birinchi hujayrada 3780 gram glyukoza parchalanibdi. 3780 gram glyukoza sintezlanishi natijasida hosil bo'lgan adeflar soni ikkinchi hujayrada energiya almashuv aerob bosqichida sarflangan adef molekula sonidan 198 molekulaga ko'p. Molekulaga. Xo'p, endi 3780 ni 180 ga bo'lsak, 3780 bo'lingan 180. 21 mol glyukoza sintezlangan va buni 18 ga ko'paytirsak, sarflangan adeflar kelib chiqadi. Xo'p, 378 mol adef sarflangan. Bu birinchi hujayrada. Endi ikkinchi hujayradagi adeflarni topib olamiz. 378 dan 198 ayirsak, 180 mol adef sarflangan va 180 mol adef hosil bo'lgan. Faqat bu aerob bosqichida. Endi 180 ni 18 ga bo'lsak, 18 ga. Xo'p, shunda 10 mol bo'ladi. 10 mol nima desa, 10 mol bu glyukoza. Glyukoza. Xo'p, endi bu 10 mol glyukoza, 10 mol glyukoza. Xo'p, mana qilaylik, anaerob. Anaerob bosqichda 1 mol glyukoza parchalansa 5 mol sut kislota hosil bo'ladi. Va ushbu sut kislota 5 mol deyman, 2 mol sut kislota, uzr. 2 mol sut kislota hosil bo'ladi. Xo'p, endi keyingi ishimiz. Ikkala hujayrada glikoliz bosqichida jami 1200 kilojol issiqlik energiyasi ajralgan. Endi bizda anaerob bosqichda 120 kilojol energiya hosil bo'ladi 1 mol glyukoza parchalansa. Hop, 1200 kilojoldan qancha? 1200 ni 120 ga bo'lsak 10 mol bo'ladi. 10 mol bu nima desa, 10 mol bu glyukoza. Chala parchalangan glyukoza. Endi chala parchalangan glyukoza 1 mol glyukoza parchalansa 2 mol sut kislota hosil bo'lar edi. Bizda 10 mol parchalanibdi. Jami 20 mol sut kislota hosil bo'lgan. Sut kislota. Endi 20 mol sut kislotani 10 moli
aerob bosqichida sarflanib ketgan. Mana aerob bosqichida mana 10 mol. Aerob bosqich. Demak, 20 dan 10 ni ayirsak, to'g'ri javob 10 bo'ladi. Xo'p, endi 37-savol tahlili. 37-savol tahlili. Sariqdorli geterozigota no'xat o'simligi murtaki xaltasi yetildi. So'ng yashil donli no'xat o'simligida yashil donli ressiv holatda bo'ladi. Hosil bo'lgan changallar ishtirokchi yetakchilanishi ro'y berdi. Hosil bo'lgan urug' murtagining bitta hujayrasida don rangini belgilovchi dominant genlar sonini aniqlang. Dominant genlar. Hop, endi bularni o'zaro chechishtirsak ham bo'ladi. Yana shu chiqadi. Endi buni bitta hujayra desak va buni ham aytsak, bunda bitta dominant gen bo'ladi. Bunda esa 0 ta dominant gen bo'ladi. Demak, 1 ga 0 bo'lar ekan. Buni 0 deb buni a qilib qo'ysak bo'ladi. 1 ga 0. 1 yoki 0 deb yozib qo'ysangiz bo'ladi. Yoki 1 o'zini yozib qo'ysak ham bo'ladi. Xo'p, endi 38-savol tahlili. Xo'p, uzunligi 374 nanometr bo'lgan 3 ta bitta 2 ta 3 ta DNK molekulasi jami vodorod bog'lar soni 2880 ni tashkil etadi. Demak, vodorod bog'lar 2880 ta ekan. Adenin nukleotidlar foiz nisbatlari mos ravishda birinchi DNKda adenin, ikkinchi DNKda adenin, uchinchi DNKda adenin mos ravishda 3x, 2x hamda x tashkil etadi. Hop, endi birinchi va ikkinchi DNK molekulalaridan jami fosfodifil bog'lar soni 598 ta bo'lgan RNK sintezlandi. Hop, endi uchinchi DNK molekulasi tarkibidagi adenin hamda timin nukleotidlar orasidagi vodorod bog'lar sonini aniqlaydi. Hop, demak, birinchimiz 374 ni bo'lamiz 0.17 ga yoki 374 ni 0.34 ga bo'lib, uni 2 ga ko'paytirsam ham bo'ladi. Bo'lingan 0.17. 2200 ta. Bu 2200 ta 3 ta DNKdagi nukleotidlar soni. Endi qoida borda. Hop, vodorod bog'lardan umumiy nukleotidlarni ayirsak, guanillar kelib chiqadi. Vodorod bog'lar 2880 minus 2000 umumiy nukleotidlar 200 ayirsak, shunda 680 ta guanillar soni. Demak, guanillar soni 680 tani tashkil etdi. 3 ta DNKda. Demak, guanillar soni 680 degani, sitozillar ham 680 degani. 680 ga 680 ni qo'shsak, biliyorsiz uni 1360 degani. 1360 ta 3 ta DNKdagi guanil sitozillar yig'indisi. Endi jami 2200 tadan 1360 tani ayirsak, 680 ko'paygan 2 minus 2200. 840 ta bu adenin hamda timinlar yig'indisiga qoladi. 840 ta adenin hamda timin. 840 ni 2 ga bo'lsak, 420 ta bu adeninlar soni qoldi. 420 ta. Xo'p, endi bizda 3x, 2x hamda x yig'indisi 6x tashkil etadi. 6x da 420 ta bo'lsa, x imizda qancha? 2x da qancha? 3x da qancha? Hop, endi 420 ni 6 ga bo'lsak, bu yer 70 bo'ladi. 420 ni 2 ga ko'paytirib 6 ga bo'lsak, bu yer 140 bo'ladi. Hop, endi 140 ga 70 qo'shsak 210, bu yer endi 210 ni tashkil etar ekan. Demak, birinchi DNKda adenin nukleotidlar 210 ta, ikkinchi DNKda 140 ta, uchinchi DNKda 70 ta. 70 ta adenin degani, timinlar ham 70 ta degani. Endi savolda uchinchi DNKdagi adenin timin orasidagi vodorod bog'lar. Adeninlar sonini 70 ga 2 ga ko'paytirsak 140 bo'ladi. Demak, to'g'ri javob 140 bo'ladi. Hop, ushbu kitobimiz orqasida 1400 berilgan. Menimcha, shu bitta 0 qo'shilib ketgan bo'lishi mumkin, lekin to'g'ri javob 140. Xo'p, demak, 39-savol tahlili. Xushbo'y no'xat o'simligida donni sariq va silliq bo'lishi dominant A va B genlariga. Katta A sariq ekan, shunda kichik A yashil bo'ladi. Katta B silliq ekan, kichik B burushgan bo'ladi. Burushgan. Xo'p, endi dukkagining yashil va oddiy bo'lishi, endi dukkaga yashil bo'lsa, kattasi bo'lar ekan. Xo'p, kattasi yashil,
Faqat qavsiga dukkak deb qo'ydim. Hop, endi oddiy bo'lishi katta D ekan. Hop, katta D oddiy. Hop, endi bu genlar o'simlikning har xil avtosoma xromosomalarida joylashgan bo'lib, barcha genlari bo'yicha heterozigota. Barcha genlar bo'yicha demak heterozigota o'simlik mana o'simliklar o'zaro chatishtirilgan. Mana o'zaro. Chiroyli savol chiqdi. O'zaro chatishtirilganda avlodda 384 ta o'simlik oladi. Endi buni matematik usulda foydalansak bo'ladi. Faqat yozma ishda peni katakchasida yozib chiqishinglar kerak. Endi bunda bo'laveradi, chunki faqatgina javob yoziladi xolos. A'larni o'zaro chatishtirsak, mana bu holat kelib chiqadi. Shu mana другайda chatishtirib ko'rgansizlar. S'larni ham o'zaro chatishtiramiz. Va oxirgisi D'larni o'zaro chatishtiramiz. Mana. Hop, endi savolda olingan o'simliklar orasidan oddiy dukkakka ega bo'lgan o'simliklar soni, oddiy dukkak, mana dukkagi oddiy bo'lishi bu yerda yozgan katta D ga bog'liq. Katta D. Bizda katta D'larga, hop, endi doni sariq deyapti, doni sariq va silliq bo'lgan. Doni sariq va silliq bo'lishi kerak ekan. O'simliklardan qanchaga farq qilishi aniqlar. Hop, endi bizda birinchi oddiy, sariq, silliq, yashil holatda olishimiz kerak. A'larni 4/4 deymiz. Barchasi oddiy bo'lishi ham mumkin. Hamda B'larni 4/4 deymiz. O'sha silliq burishgan bo'lishi mumkin va S'larni yashil bo'lishi ham mumkin. Yo boshqa rang bo'lishi ham mumkin. 4/4 deymiz, lekin D'larni 3/4 deymiz. Nimaga desa, bu yerda aytganki savolda oddiy dukkakka ega deyapti. Oddiy bo'lishi katta D. Hop, endi yuqorini ko'paytiramiz. 4 ko'paygan 4 ko'paygan 4 ko'paygan 3. 192 ta. 192 ta. Hop, endi bizda jami avlodlar soni 4 kere 4 16, 16 kere 4 64, 64 ko'paytirsak 4 ga 256. 256 ta avlod ichida 192 ta oddiy dukkakka ega bo'lgan o'simliklar. Endi masala sharti 384 ta o'simlik olingan. Qancha qilamiz? 192 ko'paygan 384 bo'lingan 256. 288 ta ekan. Hop, endi keyingi ishimiz. Keyingisi doni sariq bo'lishi kerak va silliq bo'lishi kerak. Doni sariq va silliq bo'lgan o'simliklardan qancha farq qiladi? Doni sariq va silliq bu yerda dominant bo'lishi kerak. Endi hop 3/4 A'lar katta bo'lishi kerak. Mana 3 ta olamiz. Sariq va silliq bo'lishi kerak. B'lar dominant holatda. Faqatgina 3 tasi. Ko'paytirilgan yana 3/4 ko'paytirilgan. Endi dukkaga xoh yashildir, xoh boshqa rangdir hamda dukkaga xoh oddiydir, xoh murakkab. Hop, endi 3 ko'paygan 3 ko'paygan 4 ko'paygan 4 144 ta ekan. 144 ta umumiy 256 tadan. Endi bizda masala shartida 384 ta berilgan. Qancha qilamiz? 384 ni 144 ko'paytirib va buni bo'lamiz 256 ga. 216 dan tashkil etadi. Endi farqini so'ragan 288 dan 216 ni ayirsak, shunda 72 bo'ladi. Demak, to'g'ri javob 72.